orqali boshqarasiz. Xohlasangiz mana svetini o'chirib qo'yib, ventilyatorning o'zini yoqsangiz bo'ladi. Xohlasangiz ventilyatorni o'chirib qo'yib, svetini o'zini yoqsangiz bo'ladi. Yangilik zo'ri kelgan akalar, mana qaranglar, lampochkamiz kelgan. Ikkitasi birda. Ham ventilyatori ham o'zi bilan qaranglar, bu yig'ishtiriladi. Xohlasangiz yig'ishtirib olib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz ochib qo'yib foydalansangiz bo'ladi mana. Bu kattasi bo'ladi, katta xonadonlar uchun. Kichkina kvadratli kichikroq bo'lgan xonalarga mana 3 taligidan kichikroq variantidan kelgan. Ya'ni buni spalniyaga qo'yib ishlasangiz ham bo'ladi. Bu esa katta zallar uchun, mehmonxona, oshxona uchun bo'ladi. Sezon kelyapti, bitta bosib oladigan joyi. Svetlarni takoy mana yarkislarini past baland qilib foydalansangiz bo'ladi. Svetlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana 3 xil, 4 xil svet yonadi. Sariq, oq, oppoq yonadi mana qaranglar. Nashnoy rejimi bor, mana shunaqa xira bo'lib yonib, ko'zga tushmaydi yorug'ligi. Ventilyatorlarining mana skoruslari bor. Ikkinchi skor, uchinchi skor mana baland pastsangiz bo'ladi. Bu yerdan ham boshqarsangiz bo'ladi. Svetni mana qarang o'zgarishini. M tugmasini bossangiz mana svetda ranglar o'zgaradi. Mana 3 xil, 4 xil rangda yonadi. O'chirib yoqish knopkasi. Nashnoy rejimi, 2 soatli yonishi, 4 soatli yonishi. Bizda 9 magazinida bor. Bemalol zakaz beraverasizlar. 2 xil razmeri bor bundan mana.